5,5 million nafardan ko'proq qozog'istonlik atom elektrostansiyasi qurilishini ma'qulladi. Respublika referendumining yakuniy natijalari chiqarildi. Mamlakatdagi referendumga qatnashish huquqiga ega fuqarolarning 63% ovoz berdi. Ularning 71% Qozog'istonda AES qurilishini ma'qulladi. Referendum jarayonlarini mamlakat fuqarolaridan tashqari 30 ta xorijiy davlatdan 177 nafar kuzatuvchi va 4 ta xalqaro tashkilot vakillari nazorat qildi. 200 tadan ziyod xorijlik muxbir bu borada ma'lumot tarqatdi. Шет мемлекеттер мен халықаралық ұйымдардың байқаушыларының xorijlik va xalqaro tashkilotlar kuzatuvchilarining xulosasiga ko'ra, referendum mavjud qonunchilikka va Qozog'iston Respublikasi zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga mos shaklda o'tkazildi. Fuqarolik jamiyat vakillari faol qatnashgani va fuqarolarning istaganidek ovoz berishini ta'minlash uchun hamma chora-tadbirlar ko'rilgani ta'kidlandi. Barıncha qolaylı жағдайлардың қамтамасыз etilgeni atап көрсетілген.